Bismillahirrohmanirrohim. Nahnu ansorullohi. Biz Alloh taoloning ansorlarimiz, ya'ni Alloh taologa yordam beruvchimiz. Bundan maqsad Alloh taoloning diniga yordam beruvchimiz degani. Tepada oyatda o'tganimizdek. Fa'amanu bil masihi waltaffu hawlahu. Masih Iso alayhissalomga iymon keltirishdi va uni atrofini o'rab olishdi. Va wada'u aydihim fi yadayhi, va o'zlarini qo'llarini Iso alayhissalomni qo'liga qo'yishdi. Va qalu, va aytishdiki, nahnu ansorulloh, biz Alloh taoloni ansorlarimiz deyishdi. Yaqulullohu taala, Alloh taolo aytadiki, falamma a'udhu billahi minash shaytonir rojim, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilalloh. Qachonki Iso alayhissalom ulardan kufrni sezgach, aytdiki, kim Alloh taologa menga yordam beruvchidir dedi. Ya'ni Alloh taoloning diniga. Qolil havariyuna nahnu ansorullohi. Havoriylar aytdiki, biz Alloh taoloning diniga yordam beruvchimiz. Amanna billahi va shahid bi anna muslimun. Alloh taologa iymon keltirdik va biz musulmon taslim bo'lgan ekanligimizga guvoh bo'ling dedi. Robbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin. Parvardigoro, sen nozil qilgan narsaga iymon keltirdik va payg'ambarga ergashdik. Bas bizni ma'ash shahidin, guvohlar bilan birga bizni yozib qo'ygin dedi.